Davom etamiz qizlar. Glina maskamiz sotuvga keldi. Qizlar, glina maskamiz bu haftada bir marta ishlatiladigan chuqur tozalovchi hisoblanadi. Glina maskamiz juda ham zo'r. Qo'pol qilib aytganda yuzda prisos hisoblanadi. Yuz terisidagi jamiki yig'ilgan o'sha shamollashlar deysizmi, chiqayotgan ugrilar, chiqmoqchi bo'lgan har xil o'sha toshmalarni yo'q qilib, yuzingizni tinchlantirib, yuzingizni terisini oqartirib, ajinlaringizni yoyib, yuz osilishlarini orqaga tortib berish uchun xizmat qiladigan maskamiz hisoblanadi va albatta buni kichkinagina probnikchasi ham sotuvga keldi. Undan keyingi mahsulotimiz esa albatta chuqur tozalovchi mahsulotlarimizdan biri bo'lgan Lakorani o'sha biz yaxshi ko'rgan piling gellarimiz. Piling gelimiz juda ham zo'r xususiyatga ega. Yuz terisidagi o'lik hujayralarni olib tashlab berib, yuzni terisini yangilanishiga yordam beradi. Bu piling gelimizni ham probniklari keldi.